nimadir noto'g'ri ketyapti degan fikr xayolingizga kelishi bilan bu so'zlarni eslang. Siz noto'g'ri qilmayapsiz. Sizning harakatlaringizda hech bir xatolik yo'q. Nimadir noto'g'ri ketayotgandek tuyulayotgan bo'lsa, eng avval e'tiborni sizni o'rab turgan muhitga qarating. Balki yutuqlaringizni qadrlamaydigan, sizga ishtiyoq, motivatsiya bera olmaydigan, fikrlaringizni tushunmaydigan, umuman olganda dunyoqarashi har xil insonlar orasidadir siz. Energiyaga boy, pozitiv ritmda bo'lgan, bir-biriga so'nmas ichki motivatsiya bera oladigan, biri boshqasini so'zsiz tushunadigan insonlar davrasida bo'lganingizda, balki hammasi boshqacha bo'lardi. Ayol xuddi gul kabi, quyosh nuri va suvsiz yolg'iz holda gullamaydi. Ayol energiyani boshqa bir ayoldan oladi. Pozitiv ayollar davrasida bo'lsa, shunday gullaydiki, atrofga muattar ifor taratadi.